Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Skuter narxiga qiziqib yurganlar bo'lsa, 2025-yil 23-may sanasidagi skuter narxlarini qisqacha tanishtirib o'tamiz. Bu yerda mana barcha turdagi skuterlar bor va barcha turdagi skuterlarga O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bo'ladi. Faqat dastavkalarimiz pullik bo'ladi, joylashgan joyingizga qarab. Xo'p, birinchi navbatda mana dugalik variantimizdan boshlaydigan bo'lsak, xo'p, tezliklari 60-65 tezlikka ko'tarila oladi. 6 ta akkumulyator bilan jihozlangan. 20 ga 12 lik 6 ta akkumulyator bo'ladi. Mana balonlari xuddi shunday holatda Jitks tormoz bilan jihozlangan akalar. Motorlari ham mana baquvvat motorlardan 400 vatlik motor bo'ladi. Bitta zaryadda xudo xohlasa 60-70 km masofani bemalol bosib o'ta oladi. Kalit, mejigar hamma yo'g'i bor. Xo'p, xuddi shunday holatda signal, pavorot, bokovoy ham bo'ladi akalar. Old tarafi xuddi shunday ko'rinishda qo'shimchali chiroqlari bilan jihozlangan. Buni narxini 600-610 dan sotilgan paytida hozir aksiya bahosida $580 ga chiqarib beramiz. Kaska jileti bonusida bo'ladi akalar, mana orqa sandiqchasida. Dugalik modelimiz. Ana endi xuddi shuni masofasini bosib o'tsin, lekin ixcham chiroyli bo'lsin deganlar bo'lsa, mana 16 balon saka diskali bo'ladi. Old orqa tormoz tizimi Jitks tormoz bilan jihozlangan dugalik 6 ta akkumulyatorlik yangi variantimiz keldi. Ya'ni Tesla'ning yangi ko'rinishi, JK desak ham bo'ladi. Qaranglar, qulayliklari, yo'lovchi uchun ham qulay oyoq qo'ygichlari bor va mana bunday duga bilan jihozlangan. Xo'p, passajir uchun ham, ya'ni haydovchi hamda passajir uchun ham oyoq qo'ygichlari bo'ladi akalar. Bitta zaryadda xudo xohlasa bu ham 60-70 km masofani bosib o'tadi. Bitta mijozimiz, ya'ni bizni kuzatuvchimiz telefon qildi, Ibrohimjon 60-70 km masofa aytyapsiz, lekin menda ham xuddi shundan bor. Bitta zaryadida 100-120 km masofani bemalol bosib o'tyapman, 6 ta akkumulyatorlikda dedi. Demak, aka bilan gaplashdik. Birinchi skorusda bemalol 100-110-120 km masofa bosib o'tayotgan ekan. Yuqori skorusda 60-70 km masofaga yetayotgan ekan. Akalar bemalol olib foydalansanglar bo'ladi. Buni 6 ta akkumulyatorlikda $450 ga chiqarib beramiz. Biz o'zimiz sinab ko'rmadik. O'sha bizni kuzatib borayotgan akamiz shu tavsiyani aytdi. Qo'rqmasdan bemalol 90-100 km aytavering Ibrohimjon degan uchun sizlarga aytib o'tyapmiz. Xuddi shunday holatda mana yangilik model. Bu ham JK Tesla modeli mana. Old orqa taraflari Jitks tormoz bilan jihozlangan bo'ladi. Mana bu yerda setkalari ham alohida dizaynda ishlangan. Kaska, xo'p, bu yerda bokovoy zaryadchigi hamda pedali bor. So'raganlar uchun mana bunday kitobchasi ham bo'ladi. Bu hamma skuterda bo'lmaydi, ba'zilarida bo'ladi. Aslida shart emas akalar. Xo'p, xuddi shunday holatda bonusida kaska jileti bo'ladi. Mana tablo turishlariga necha akalar. Telefon qo'yish uchun pastavkalari bo'ladi. Bitta yoqib ham ko'rsatib beramiz. Xo'p, mana yonishi xuddi shunday. Parkovkadan chiqarib olasizlar. Tormoz bosib. Xo'p, buni akalar Yo'lda sizlarga ko'rsatib beramiz. 3-skorusga olgan holatda tezligini ko'ramiz. Mana tezliklari 25 tezlikka ko'rsatyapti tabloda. Ya'ni aynan prava so'ralmaydigan holatda ishlab chiqarilgan ekan. Qo'rqmasdan bu skuterda akalar hop 80-90-100 km gacha masofa bosib o'tsanglar bo'ladi. Motor quvvatlarini ham ko'rsatib o'tamiz, ko'pchilik so'raydi. 220 vatli motor bilan jihozlangan ekan. Hech qanday bunga prava talab qilinmaydi, qo'rqmasdan olib foydalansanglar bo'ladi. Buni narxini $450 qilib beramiz. Bonusida kaska jileti bor akalar. Endi xuddi shuni boshqacha ko'rinishda qo'sh fara modelimiz 5 ta akkumulyatorli bo'ladi, 16 balon saka diskalik. Akkumulyatorlari 20 ga 12 likdan 5 ta joylashtirilgan. Mana dizayniga o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Xo'p, komplektida zaryadchi bokovoy bo'ladi, bonusida kaska jileti bor akalar. Bu bitta zaryadida xudo xohlasa 40-50 km, ya'ni
Xo'p, masofani bemalol bosib o'tadi. Bu ham birinchi skorsda yuradigan bo'lsanglar, akalar 60-70 km masofani bosib o'tsa bo'ladi. Buni ham bitta yoqib ko'rsatib qo'yamiz. Qaranglar. 3-skorsga olgan holatda parkovkadan chiqarib akalar mana 60 tezlikka bemalol chiqyapti. Shunday holatda. Yuqori tezlikda 45-55 km masofani bemalol bosib o'tasiz. Birinchi skorsda bo'lsa 50, 60, 70 km gacha xotirjam yursanglar bo'ladi. Buni narxini hop, oldi-orqa jitkisligini $400 chiqarib beramiz akalar. Navbatdagi xuddi shuni yangilik modeli robot kalla deb ataymiz. Mana 16 ballon saka diskali jitkis tormoz bilan jihozlangan bo'ladi. Bonusida bitta diska qo'shib beriladi. O'zini komplektida zaryadchi bokovoyi bor. Hop, bonusida yana kaska jilet ham qo'shib beriladi. Parametrlari deyarli bir xil akalar. Bu ham bitta zaryadida yuqori skorsda 45-55 km masofa bosib o'tadi. Agar birinchi skorsda bo'lsa 60 km dan ko'proq yursangiz bo'laveradi akalar. Buni narxini $390 chiqarib beramiz. Aslida bu modellarimiz qimmat model. Hammasida hozir skidkamiz davom etyapti. Mana xuddi shu robot kalla modelimizni mana bu rangidan. Xohlasanglar qora, xohlasanglar mana bunday ko'k rangidan bo'ladi. Bu ham $390 akalar. Bu mijozlarimizniki rabochiy holatda. Xo'p, 20 ballon saka diskalik velosipedimiz ko'rinishi juda ham chiroyli holatda. Xo'p, oldi tarafi jitkis tormoz bo'ladi, orqa tarafi tros tormoz bilan jihozlangan. Ikkitadan 4 amortizatorga ega. Xo'p, amortizatorlari ham juda ham yumshoq, o'zi chiqqaningizda bilinadi. Balonlari ancha shiroki bo'ladi. Bonusida kaska jileti bo'ladi, zaryadchi bokovoylari bor o'zini komplektida. Xo'p, buni narxini 5 million deb oz-moz o'tib beradigan joyi bor akalar. Bitta zaryadida xotirjam 50-60 km masofani bemalol bosib o'ta oladi. Tezliklari 45-50 tezlikka ko'tarilsa bo'ladi akalar. Motor quvvatlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana 250 vatlik motor bilan jihozlangan. Mana bu yerda agar ko'rinayotgan bo'lsa, so'raganlar uchun mana bunday o'zini qog'ozlari ham bor akalar. Xuddi shunday holatda. Buni mana hamilyon svet akalar juda ham chiroyli ko'rinadi. Kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar, 5 million oz-moz o'tib beradigan joyi bor. Xo'p, bu 5 ta akkumulyatorlik. Ana endi xuddi shuni 4 ta akkumulyatorligi bor. Akkumulyator faqat egar tagida joylashgan. 20 ga 12 li akkumulyatorlar 4 ta joylashtirilgan. Bu bitta zaryadida hop 40-50 km masofani bemalol bosib o'ta oladi. Tezliklari 40-45 tezlikka chiqadi. Hozir buni ham aynan ko'rsatib beramiz. Qarang. Akalar, tabloda 25 ko'rsatyapti, lekin 40-45 tezlikka bemalol ko'tarila oladi. Xo'p, yurish masofasini aytib o'tib ketdik. 40-50 km masofa bosib o'tadi. Ikkitadan 4 amortizatorga ega. Ko'rinishi xuddi shunday holatda. Buni narxini 4.800.000 so'mga chiqarib beramiz. Bu ham mana juda ham shiroki balon. Xuddi shunday holatda. Bonusida xo'p, bularda bonusida kaska jileti yo'q, zaryadchi bokovoylari bor, pedali bo'ladi o'zini komplektida. Va so'raganlar uchun mana bunday qog'ozchasi bor akalar. 4.800.000 ga chiqarib beramiz. Xo'p, ana endi 28 ballonlik velosipedga qiziqqanlar bo'lsa, ko'rinishi xuddi germanskiy veliklarni o'xshatib yoradi. Motorlari oldi tarafda joylashgan, 250 vatlik motor quvvati bilan jihozlangan. Akkumulyatorlari mana bagajida 36 ga 12 amper bo'ladi. Tezliklari yuksiz holatda 30 tezlikka ko'tariladi. Agar yuk bilan, odam bilan bo'lsa 25-28 shunaqa tezlikka chiqadi. 28 ballonlik. Xo'p. Buni narxini akalar 4.600.000 so'mga chiqarib beramiz. Xo'p, akalar, velosiped akkumulyatorni qo'shmasdan pedaldan haydasanglar bo'ladi. Velosipedga nisbatan ozgina farq qiladi, no bemalol haydab ketsangiz bo'laveradi. Akkumulyatorda tokini qo'shib qo'ygan holatda pedaldan haydasanglar avtomatik ravishda tok qo'shib yuboradi, ya'ni motorga avtomatik o'zi tezlashib ketadi. Tablolari ham mana ixchamgina tablo.
Uchinchi skoroslari bu yerda bo'ladi, tormozlari qo'lda, gazi bu yerda bo'ladi. Mana signali hamda farasi bu yerda bo'ladi. O'zini komplektida hop zaryadchigi bo'ladi, xuddi shunday holatda. 4.600.000 so'm. Mana endi tank modeliga qiziqqanlar bo'lsa, yangilik mana qo'sh farali tank modelimiz duga bilan jihozlangan bo'ladi. 5 ta akkumulyatorlik 20 lik akkumulyatordan 5 ta joylashtirilgan 16 ballon saka diskali akalar mana. Old tarafi jiddiy tormozlik, orqa tarafi tros tormozlik. Xo'p, haydovchi hamda yo'lovchi uchun maxsus oyoq qo'ygichlari bor akalar va podnoshkasi ham ikkita bo'ladi. Xohlasanglar yonboshga, xohlasanglar polni ko'tarib qo'ysanglar bo'ladi. Mana ko'rinishiga o'zingizlar baho berib qo'yasizlar, juda ham chiroyli holatda, xameleon rang bu mana. Xuddi shunday. Akalar bu bitta zaryadida kamida 45-55 kilometr masofa bosib o'tadi. Agar birinchi skorostda haydaydigan bo'lsanglar, bemalol 60 kilometrgacha masofani bosib o'tsanglar bo'ladi. Tezliklari 45-55 tezlikka ko'tarila oladi akalar. Hop, o'zini komplektida zaryadchi bakovoy bor, mana bunday kitobcha qo'llanmalari bor va bonusida kaska jileti bo'ladi. Orqa taraflari ham juda ham chiroyli holatda ishlangan. Shunday holatda. Hop, tablolari bunda NFC kartalarigacha bor mana. NFC kartadan yoqib o'chirsanglar ham bo'ladi. Shunday. Buni narxini $420 ga chiqarib beramiz. Signal поворот. Faralari. Bu yerdan farasini ligirovka qilamiz. Bunda shunday holatda. Xo'p, tezligini ko'rsatib o'tamiz. Parkovkadan chiqarib 3-skorostda tezligi mana tabloda 34 ko'rsatyapti, lekin 45-50-55 tezlikka bemalol ko'tarila oladi. Akalar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Mana navbatdagi cho'ntak modelimiz 16 ballon saka diskaligi, 5 ta akkumulyatorli bo'ladi. Qora sveti hamda xuddi shunday sveti bo'ladi, ya'ni salat sveti ham bo'ladi buni. Xo'p, akkumulyatorlari 20 ga 12 likdan 5 ta joylashtirilgan. Bitta zaryadida xudo xolasa 45-55 kilometr masofani, ya'ni birinchi skorostda Xo'p, 60 kilometrdan ko'proq masofani bosib o'tsangiz bo'ladi. Yuqori skorostda 45-55 masofani bosib o'tsa bo'ladi. Xo'p, akalar buni narxini $380 dan sotilgan. Hozir skidkada $350 dan chiqarib beramiz. Bonusida kaska jiletlari bor, komplektida zaryadchik bakovoy bo'ladi va buni ham mana bunday qog'ozlarigacha bor akalar. Oldi tarafi jiddiy tormoz bilan jihozlangan bo'ladi. Xo'p, telefon qo'yish uchun postavkalari bor. Ba'zi modellarda bo'lmay qoladi akalar va mana bunday pedali ham bo'ladi. Qo'yish uchun tezliklarini sinab ko'rsatib beramiz. Ya'ni parkovkadan chiqarib olib 3-skorosga qo'yib mana kerak. Birinchi skorosda shunday, ikkita ovoz o'zgaryapti, uchta yana ham o'zgaryapti. Akalar bular 55-60 tezlikka bemalol ko'tarila oladi, faqat tabloda 25 ko'rsatadi. NFC kartalarigacha bor akalar. Mana NFC kartani ursanglar yonadi, ursanglar o'chadi akalar. Shunday holatda. Buni akalar $350 ga chiqarib beramiz. Cho'ntak 16 ballonlik modelimiz. Ana endi 3 oyoqli skuter so'raganlar bo'lsa, bu yangilik varianti. Buni 5 ta akkumulyatorligi bo'ladi va 6 ta akkumulyatorligi bo'ladi. 5 ta akkumulyatorligini $550 ga chiqarib beramiz. 6 ta akkumulyatorligini $580 ga chiqarib beramiz. Xuddi shu bitta turishida xudo xolasa 40-50 kilometr masofani bemalol bosib o'ta oladi. Sidinasi oldiga, orqaga suriladi. Orqadan kichkina korzinkasi chiqadi. Mana orqaga surilganda esa bu yerdan bitta joy va bu yerdan bolajonlar uchun maxsus joylari chiqadi akalar. Xuddi shunday. Umumiy hisobda 3 ta joyi bor. Buni kirgizib qo'yib, sidinani oldiga suriladigan bo'lsa, agar mana shu holatda ko'rsatib beramiz.
qaranglar, slinani yotqizib ko'rsatib beraman. Mana. Orqa tarafdan xuddi shunday korzinkasi ochiladi mana. $580 ga bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Buni oldiga hamda orqaga yuruvchi mana funksiyalargacha bor. 3 ta skoroskdan iborat bo'ladi. Signal, поворот. Hamma yo'q mana. Va xolisa joy-joyida ishlaydi ekan. Kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar akalar. Xuddi shunday holatda. Endi xohlasanglar benzinlik variantlarimiz bor, xohlasanglar mana bunday dugalik variantlarimizda har xil modellaridan bor. Velosipedlarimiz ham boshqa turlaridan ham juda ham ko'p. Skalatimizga, do'konimizga sig'maganligi uchun. Hozir tava 1 minut. Hozir 1 minut. Akalar, barcha turdagi velosipedlarimiz ham bor. Do'konimizga ozgina sig'maganligi uchun sklatda turibdi. Agar sizlarga kerak bo'lsa, 20 ballon saka diskalaydi 3 xil varianti bor. 24 likda bir xil varianti bo'ladi. Xo'p, keyin mana 26 hamda 28 ballonli velosipedlarimiz bor. Kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Manzilimizni eslatib o'tamiz. Andijon viloyati Shahrixon shahri markaziy stadionining yonida. Ya'ni mana Angel Food'ni ro'parasida joylashgan. Bemalol kelib, haydab ko'rib olsanglar ham bo'ladi. Boshqa viloyatda bo'lsanglar, aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Faqat dastavkalarimiz pullik bo'ladi akalar. E'tibor uchun kattakon rahmat. Videoni foydali deb hisoblasanglar, albatta bitta like bosib ketishni unutmanglar.